Mana shunday ulug' kunda bizni duo qilib, qo'llab-quvvatlab, bizga uzoqdan bo'lsa ham mana shu hajlarda, uzoqda bo'lsa ham davlatimiz rahbari, o'zimiz ahli ilmlar hammasi duo qilishdi. O'ylaymanki, Alloh o'shaning uchun bizlarni mana shunday ulug' bir kunda, ertaga Qurbon hayiti, bugun Arafa kuni, mana shunday ulug' bir kunda yanada xalqimizga bayram ulashdik. O'ylaymanki, biz buni mana siz aytganingizdek 34 yil kutdik. Alhamdulillah, Alloh yetkazdi. Allohga behisob shukr. Otabek aka, men nafaqat o'zimning nomimdan, butun xalqimizning nomidan barcha futbolchilarga minnatdorchilik bildiraman. Rahmat, vatanparvarlik uchun, mana shunday o'yin uchun, mundial yo'llanmasi uchun rahmat. Men aytardimki, yana bir bor o'sha ko'pni duosi ijobat. Bizga oldin har doim mana shu ko'p kishi xohlab, ko'p kishi